5 mestalık crossover Kia Sportage avtomobili tayyor 2024-yil 41 ming probeg, pokoleniya propan gazlari bor, qora svet. Kraskalar 100% toza, yechini eskani defekti yo'q. Endi mashina qilingan ishlar. Diska bolla qo'yilgan, bolalar ham toza, porog, krugoy tonirovkalar urgan. Beskuchoy do'stup bor. Evakor polikda döşələn işlərindən sidinələr elektronik, kojunli salon, kojalar əməli mat vidurtdu. Rullarında cruise control, multimedia, 360 gradus kameraları, podogref sideniya, sport, normal, eco, smart rejimdə hərəkətlənib barad avtomobilimiz. Karabriyandan sazı bolsa, videomuzu verib qoysa. 5 mesta salonlar ham toza durubdu, akkuratni qarab mənə yana. Diskalar ham yaxşısından qoyulğan sıraydasından. Bagaj kısımları 2024-yilning Kia Sportage. Mashinamızın bahası 375 milyon so'm. Naqd pul bilan sizni ustidan egashtirib beramiz, savdo qilib olarasizda. Avtokredit oladigan bo'lsangizlar 143 milyon so'm bilan avtokredit chiqarib beramiz. Pilus Notariskaya klassda 7 milyon 300 ming so'mdan 5 yil oylik to'lov. Samasval yuk avtomobillari bilan ham barter qilsak bo'ladi. Qiziquvchilar bo'lsa, mashinamiz Ko'shifra avtomarketda sotib qo'yildi, kelib xarid qilaverasizlar. Tayyor Kia Sportage avtomobili.